Demak, bizda plan modga o'zgardi. Ishlashimiz uchun veb saytimizni ochamiz. Veb saytimizda bizda URL bor edi. Shu URLimizni unga tashlaymiz. Yarat ishni boshla deymiz. Bu plan modda hozir. Sun'iy intellekt hozir kod yozmasdan to'g'ri analiz qiladi. API request qilish uchun deydi. Cloud.co want to fetch content from API deb turib, shu API ni beryapti. Men yes desam bir marta ruxsat bergan bo'laman. Yes, don't ask again for API. Mana shu fetch qilishing uchun so'ramandan desam, shu varianti bor. No yoki o'zim aytaman desam escape bo'lishi mumkin. Men hozircha buni bir marta fetch qilaman, sababi Cloud Code yana qayta kod davomida fetch qilmasligi uchun bir marta so'rayapti fetch qilishini. Men bir marta fetch qilgan, datani ko'rgan, responsga qarab turib model tuzgan deyapman. Qaysi cache mechanizm ishlatamiz? User default yengil, JSON uchun yaxshi, file manager, file based storage better for large database, more control over the file. Core data yaxshi variant, undan ham zo'r variant bor. Swift data ishlatamiz. Faqat o'zida user tanlaydi. Base currencies o'zida bo'ladi yoki o'zi boshqa base currency tanlash kerak, masalan euro. Bitta bor edi unaqa narsasi. Bormi shunaqa API-da? Latest user. Men hech qanaqa tanlamaganman uni. User tanlaydi. Deployment uchun mock service yarataylikmi yoki API o'tami? Avoid qilish mumkin mock service. Create mock service with fake data for deployment recommended for safe use. Yes. Eski cache ko'rsat, show error message. Mayli, ishni boshla. Bo'ldi, plan moddan o'tdi. Endi tasdiqlangan reja bilan ishi bosadi hozir. Xo'p, bizga endi bitta currencies degan joyi bor edi. Endi currencies ham olamizda tashlaymiz. Menga nimaga bunaqa ko'rsatyapti degan savol paydo bo'lishi mumkin API-larni. Men extension qo'yganman. Shu extensionni qo'yib olganman. Keyin JSON Viewer Pro degani bor, uni ham qo'yganman. Sababi JSON-ni datadan kelayotganini sразу ko'rib o'qishim uchun, oson bo'lishi uchun, reusable deb. Yopib, ochib, kerak emas fieldlarni ko'rishim mumkin. Va bir currencies API keyinchi deb men tushunmadim. Nima unaqa bo'ldi? Bu yerda mana list bergan. Currencies. Agar men listimni olib tashab, send qilsamchi? Wood mana. Buni qanaqa beryapti bu currencies? Mana shu uzun token ichida nimadir bormi? Bor ekan. Mana currencies deganda euro, USD, shunaqa narsa ekanda. Tak, bizda mana bu narsani qo'shamiz. Hozir qo'shayotganimizda bu ishi tugatgan bo'lish. Mendan so'rabdi bu. Tak. Here is the cloud plan. Tam. Exchange rate response codable bo'lsin. Tak. Codable ham bo'larsin, keep plan qilamizda. Tak, currencies integration-dagi exchange codable bo'ladi. Currencies rate date Swift data bo'ladi. Modellar, models codable, bootable, keyin nima identifiable bo'lmadi. Bo'lsin. Currencies enam supported currencies yo currencies da san nimaga enam yaratasan? Dinamik bo'ladi-ku. Currencies Swift. Sen nega fayl yaratasan? Bu dinamik. Men nimadir tushunmay qoldim. So'raymiz. Network service, currency operator, mock service, data service cache, Swift data caching, hop, domain fetch extension, register ikkala service ham, create model container, bu bo'lish kerak, aniq edi. Cache expiry 24 hours on one day. Base currency selection user can choose storage and cache method.
Yes, the error handling if you have cache and whatever bo'lsin banner chiqarasan. Mock service return JSON format deployment. All network case and sync await. Follow MVVM da shunaqa bo'lsin. Menda yana API bor. Bu API maqsadi currencies list olish. Pass beramiz. E'tiborli bo'l. Bu API query parametrlari bor. Uni user tanlab beradi deymiz. API call qilib response check qilib ol. Buni ham planni ichiga qo'shib qo'ysak, birinchi planni keep plan qildimda, unga qo'shimcha qildim. Yes, hozir yana fetch qilib oladi bitta. Aynan men bergan URL bo'yicha anaqa qiladi. Birinchi planga yana qo'shimcha plan qiladi. Boyagi planni qo'shdi, davay qilib, endi yana bitta plan qiladida, buni ham qo'shadi. Tok fetching ketdi, bo'lmadi nimadir qilib, yana nimadir qo'shyapti bunga. Yes, mayli qilaver. Keldi statusi bo'yicha fetch o'zi nima qiladi, qanaqa ishlaydi deb tekshirib ko'rdik shekilli. To'g'ri, biz ham tekshirib ko'rmadik, xatoyimizni qaraylik bitta. Agar barobardan keyin bermasam nima qiladi? Voy, dalay hammasini qaytarar ekan. Mana nima uchun bizga kerak. To'g'ri, hammasini qaytarib bitta qaytarsan, har bittasini olgandan ko'ra keshga yozib qo'yamiz u baribir. Bitta qaytarganda hammasini qaytaradi, borini qaytaradi deb ham. Keyin biz uni localdan o'zini sort qilib olamiz. Bayroqlarini ham berganda zo'r bo'lardi-da. Qoyil, cloud aqlli, biladi nima ish qilish kerakligini. Boyaga bergan tasklariga qo'shib executable bo'ladi deyapti. Endi mana codable plus executable bo'ladi deyapti. API endpointlari hammasini tayyorlab qo'ydi. Service networklarga API config base URL API ga qo'shdi. Kelajakda API keyni o'zgartirsak bo'ladi. O'zi shuni o'ylovdim o'zi. Kelajakda API key nima token mamutiga token tugab qolsa, men senga boshqa API key beraman demoqchi edim. Может, balki kelajakda API keyni list qilib beramiz. Bittasidan request qilgan response 403 mi, 401 mi authorized qaytaradigan bo'lsak, limit session bir bo'la deydigan bo'lsa, ikkinchi API ni ishlatgan deb aytamiz. O'shanda berib oladigan bo'lsak, bitta API key limit tugab qolsa, ikkinchisini ishlatib ketadi avtomatik. Request qilayotgan vaqtida. Buni ham yo'li bor, uni ham mana qilsa bo'ladi. Xo'p, hammasi chotki, konteynerli tayyor yaratamiz deyapti. Davay, endi auto active qilamiz. Pastga yes manualni bosmaymiz. Auto active deydigan bo'lsa, hammasini qabul qilib ishlashni boshlaydi o'zi. Mana bo'ldi. Davaychi ketdi. O'zi ishlaydi, kiradi, chiqadi, nima qilish kerak bo'lsa planni tuzdi, mana model yaratishni boshladi. Bu joylarda hammasini o'zi qiladi, so'rab ketaveradi. Kim ham aytadi? Yes, always allow access to extension balobatlarni yarataman deyapti. Shu fayllarni chekirib deyapti. Mana mkdir folder balobatlarni yarataman, da ruxsat ber deyapti. Yes, keyin mendan so'rama, o'zing ish qilaver deyman. Bu yog'i cloudni o'ziga qo'yib beraman endi. Mana fayllarni papkasiga kiryapti-da, kerakli fayllarni hammasini yaratib chiqyapti ularni. Bu hamma narsa, hamma ruxsatli bitta session uchun. Har doim kirganda anaqa qilmaydi-da, bitta session uchun so'raydi. Ya'ni men hozir exit qilib chiqib ketadigan bo'lsam, cloud kodda yoki men terminaldan chiqib ketadigan bo'lsam, quiet qilib, qaytib yana kirib turib, yana shu komandalarni davom etgin desam, yana mendan so'raydi. "Ey, ruxsat berib yuborsanmi, yo'qmi?" deb so'raydi. Hozir bu API klasslarini yaratyapti, API degan mock servislarni yaratyapti development uchun. Biz hozir planshet yoki telefonimizda simulyatorimizni run qilib tekshirishimiz uchun keyin data cache fayllarini to'g'irlayapti. Extensionda double currencies extension qo'shyapti. Xo'sh, yana nima? Currencies flow bo'yicha DI dependency injection katta konteyner yaratyapti bu DI uchun. Keyin uni app ichida, ya'ni eng katta oynada registr qilyapti, uni share qilib. Singleton class bo'ldi bu. Bir marta yaratiladi. Endi qaytadan test qilib chiqyapti har bitta fayllarni. Average to'g'irlab chiqdi buni ham. Xcode builder schemada build qilib ko'ryapti. Fayllarning har bittasi sintaksini, xatosini tekshirib ko'ryapti. Currencies does not nimadir deb chiqdi xato mana. Currency does not conform protocol decodable. Final class currency decodable ga conform qilmagan deyapti bu class. Keyin qaytadan codable executable
tagidan currencies equitable qo'yib chiqdi. Nimaga unday qildi? Hozir ko'ramiz. Equitable mana bular uchun kerak. O'zi aslida struct qilganda bu narsalarni yozmasdan bemalol ishlatsa bo'ladi. Nimaga class qildi ekan davomman? Mayli. Build failed berdi. Nima Windows content has no model container. And Swift datani import qilish esdan chiqib qopti. Xcode build schema menimcha success bo'lsa kerak, chunki oxirgisi ish qoluvdi o'zi. Xcode build schema. Build succeeded. Yaxshi, natija. Hozir about tashiydi menga. Shuncha ishlarni qilib bo'ldim, shuncha o'zgarishlar qilib chiqdim deydi. Mana Samurai. Men buni Samurayni shunday olamanda copy qilamiz, keyin Xcode ochamiz. Tak, Xcode biza boya yaratib qo'ygan edik. Bundoq qolaylik, mana bundoq tashlasak Xcode ham ochiladi. Currency Flow degan proyektimizni ochamiz. Mana fayl yaratilgan, gitga hammasi tayyor. Commit'ni bosamizda ana hozirgisini tashlab qo'yamiz. Push qila olmayman, sababi repozitoriyim yo'q. Proyektimizni ochaylik, qilib ko'raylik bitta. Currency Flow degan ilovamiz run bo'ldi. Hozir launch bo'lsa ko'rib chiqamiz qanaqa ishlayapti bu. Umuman pashti kod yozganimiz yo'q. To'g'ri, endi uni kiritib ber, buni kiritib ber deyildi-yu, endi u kod yozish kerakmaydi. Kerak emas. Ana hello world ochildi. Endi buni yopib turamiz. Bizda proyektimiz tayyor bo'ldi. Endi buni yana terminalga o'tamizda, cloud code o'tib, UI ga tushuntirishimiz kerak bunga. UI qanday bo'lishini. Xcode dan chiqib turamiz, bundan ham chiqib turamiz. Sababi bu kod yozgan vaqtida Xcode bu fayllarni ham ko'rib olish kerak, indekslab olish kerak. O'shanda bitta indekslab ketayotganda bu xato qilgan bo'lsa, qaytib kelib kana kodni o'zgartirsa, Xcode tanimay qolib, tomi ketib qoladi, crash berib yuboradi. O'shaning uchun Xcode close qilib turgan zo'r variant. Bizda kodimiz ishladi, servislarimiz hammasi ishladi. Endi bizga UI kerak. Davom etamiz. Plan modga o'zgartirib olaman. Shift tab bosamiz. Bizga UI design flow bo'yicha tab view bo'ladi, main bo'ladi, currencies bo'ladi, keyin settings bo'ladi. Main ichida davay. Voy, kalla qo'ydim. Stop. Mayli. Bosursin. Plan qilamiz dedim. O'zi planda ekan. Ishlashni boshladi. Endi biroz kutamiz. Bu polностью proyekt yana analiz qiladi. O'zi uchun bitta o'ylaydi, yaxshilab o'ylaydi. Keyin menga taklif beradi. Currencies list da har bir currency uchun qanday ma'lumot ko'rsatilsin? Code name, symbol, flag, emoji. Symbol name, rounding nima deydi? Type fiat nima deydi ekan? Fiat symbol bormi aytdi. Hop, code name, code symbol name, decimal degan 3 talik bo'lib qolishi mumkin. Decimal code test name code symbol decimal digit name plural degan. Main tabda hello world dan keyin nima qo'shiladi? Currency converter bo'ladimi yoki boshqa funksiya? Hozircha hello world. Settings still language tanlash qanday ishlaydi? Full localization faqat English. Auto system. Dark light auto system, default system settings tanlab, manual override bo'ladi. Faqat user tanlaydi ishlashni. System settings ignore. Kerakli savollarga javob berdik. Message try search with different key. Agar solid keys DRI prinsiplariga amal qilgan desa, mana bu currency flow presentation degan joyda komponent yaratib empty state view yaratgan. Agar bunaqa demaydigan bo'lsa, cloud o'zimman sun'iy intellektli farqi yozib tashlaydi. Taqir yozib tashlaydi, bitta fayl ichiga yozib tashlashi mumkin. Endi bordir, endi bitta sun'iy intellekt aqlli o'zidan bilib kallasi ishlab bo'lish kerak buni deydi-yu, optimizatsiya variant qilib yozib ketamiz deydi-yu. Endi bunga aytmasa, $100 yoki $200 olmasa, aytish kerak buni. Aynan men ishlatayotgan model uchun aytish kerak bu narsani. Mana bu tez ishlagani bilan, ya'ni fast speed tez bo'lgani bilan, intelligence o'ylash yaxshi bo'lgani bilan, narxi arzon bo'lgani bilan baribir qolib ketadi mana bundan. Sanet kuchli modelidan yoki Opusdan qolib ketadi.
tayyor. Endi open qilib ko'ramiz. X o'zidan ochsa ham bo'lardi, mayli. Xcode content view ichiga mana shu content view endi kerak emas. Shuning uchun o'chirib tashlaymiz, qayta tarang qilamiz. Content view'ni ichiga o'rniga tab view qiladi hozir. Hello world current hello. Currencies bopladi mana. Dizaynni ahvolini qarang. O'zim aybimda bu. Dizaynni modern qildim. No basic, normalli. Yaxshi, yomon emas. Tak, juda sodda, juda dabdala xullas bilmadim, lekin yoqmadi. Atak o'zini native deb bo'lsin dedim-da mana buni bosganda. O'zgarishlari. Chunki language ko'p emas, shunchaki bitta ikkita language yetadi. Butun dunyoni nima qilaman men. Butun dunyoda ham o'zim hamma ikkalasi bor, o'zimiz uchun. Dark appearance, light appearance, dark, not supported, the cache. Alert qo'ygani kallasi ishlab qo'yibdi, lekin yaxshi. Rate asli ishlasa kerak menimcha. To'g'ri ishlasa kerak, settings bo'ldi tushundim. Help privacy about yaxshi yechim qilgan, lekin mana shu yerda yaxshi yechim qilibdi mana. Endi o'zimiz qo'lda bitta narsa qilishimiz mumkin. Settings view ni ichini ochamiz-da. Endi bu o'zim aytganman, settings view qilgin deb, chunki o'shaning uchun aniq bilaman qanaqa nom qilganini. Agar bilmaydigan bo'lsa, mana papkalarni presentation ichidan boyga o'qib chiqqan joylarning ichidan topsa bo'ladi. Header section ichida mana bu yerda section bergan, section ichida frame bergan, max with infinity berib yuborgan u. O'sha yerda hisobiga mana bu infinity katta chiqqan, uni o'rniga tak mana bundoq qilsak bo'lardi. Image tanlaymizda, image resources ichiga logo. To'xta, biz logoni qo'ydikmiz. Assets ichiga qo'ymabmiz-ku. Tak. Import download boyga PDF variant logoni tanlab olsak mana. Logo tayyor. Settings ichiga kiramizda endi. Tak. Images resourcedan logoni olasan deymiz. Keyin system emas, endi bu resizable bo'ladi. Scale to fit bo'ladi. Foreground bizga kerak emas bo'ladi bu. Clipped bo'ladi. Programmani name qola qolsin. Title bo'ladi. Up version bor. Tek bu kerak emas. Padding default qoladi. Clipped shape circle bo'ladi. Qayta tanam qilcha. Yaxshi. Async await ishlagan, task bilan ishlagan, ajoyib. Settings kita dedi-yu. Frame bermabsiz-ku bunga. Frame resizable dan keyin frame berishimiz kerak edi. Width 80 ga, height 80 bersak odam bashara bo'lar. Nimaga rang qilib tekshiryapman? User sal ko'ringlar deyapman. Canvasda tekshirsam ham bo'lardi o'zim uni. Tak. To'g'ri, o'rtaga kelmabdi bu. Buni o'chirib qo'yib, buni ham o'chirib, mana bu yerda menu bor, Canvas. O'shani ochib qo'ysak ham ishlashga udobniy bo'ladi-yu. Buni ham bitta muammosi bor. Agar men shu page ochib turibman, menga mana buni kodi ham qiziq deb turib bitta bosadigan bo'lsam, buni kodi boshqatdan yo'q bo'lib ketib, mana buni build qilishni boshlaydi. Main tab view. Menga settings kerak edi, settings ochsam, yana mana bitta build qilishni boshlaydi. Zaryadkani yeb tashlaydi. Frame max with infinity bersak, tak o'rtaga chiqadi bu. Mayli clip shape olib tashlaymiz. Kerak emas ekan bunga. G'alatimi? Qanaqadir sectionni tak mana buni qilamiz hozir. Navigationni title'ini inline qilmaymiz, mana bundoq qilamizda. Forum bundoq qilsa ishlaydigan bo'ladi. Yaxshi. Keyin buni modern degan qiladi. Tak bunga clipped o'rniga clipped shape qilamizda. Tak circle bersak, dumaloq qilib berish kerak bu. Ana, frame 90 ga 90 bo'la qoldi. 100 ga 100 mana boymaydi bu. 100 ga 100.
Yaxshi. O'zi asli 100 emas, bu yerda ekranni sayzidan oladigan bo'lsa yaxshi variant-ku, lekin endi biz hozir unaqa narsalarga e'tibor bermaymiz. Basic app ishladi. Endi Currencies listni ochamiz. Mana ko'rdinglarmi? Shu mana settings automatic hide bu yo'q bo'lib ketdi-da. Trash qilib yuboradi. Xullas cache-dan tozalab yuboradi-da. Bunga o'tadi. Bunga o'tgandan keyin bizdagi navigation stack ichida ekan, Z stackda ekan. Buni ham o'zini holatiga olib chiqamiz. Mana bunday qilgan ishlashligi uchun keyin list plandan keyin list plan o'zidan keyin bundoq yana yumshoqib ketish kerak. Padding qilsamchi. O'zi ichiga berib qo'yadim. Bu har bittasiga berdim mana. Padding the horizontally. Chiroyli. Hadya sal o'zgarishlarni samarga olamiz. Test qilishim uchun tayyor degan joyini olib git stage commit push qila olmaydi lekin. Nimadir xato bo'lishi git bilan muammo bo'ldimi deymanda shu. Existing remote ga remote name location push create from main git voy qo'sha olmay qolgan ekanda. Mana gitga chiqib ketdi. 3 ta kommentariy bilan. Hozircha tayyor birinchi versiyasi. Run qilib tekshirib ko'ramiz endi. Real device qanday ko'rinishi ishlayapti. Yaxshi, ajoyib. Endi bundan keyin qiladigan ishimiz yaxshilab main page ideyasini o'ylab ko'ramiz. Keyin yana ishlaymiz.